Tabiiyki hayotimiz davomida biz bilan nima sodir bo'lishini 100% nazorat qila olmaymiz. Ammo lekin biz sodir bo'layotgan voqealarga bo'lgan o'z munosabatimizni nazorat qila olamiz. Agar biz to'g'ri munosabatni tanlasak, har qanday muammo hech yo'g'i 50% o'z kuchini yo'qotishi aniq. Mana shu bizni ustun chiqqanimiz bo'ladi. Sizga gapirish oson, har narsadan xayr kutasizda deyishingiz ham tabiiy. Lekin unutmang, men ham siz kabi qachondir boshlaganman. Albatta boshida oson bo'lmaydi. Trenirovka qilgan sari kuchga to'lasiz-ku, xuddi sportsmenlar kabi. Xuddi shunaqa. Boray deb asabiy va tushkun holatda yurish, albatta bundan osoni yo'q. Ammo lekin inson qilgan ishni boshqa inson ham albatta qila oladi, to'g'rimi? Men sizga o'zga sayyoralik qilgan ishni qaytaring deyotganim yo'q-ku.